Hurmatli obunachilarimiz, iPhone 6 telefonimiz kelgan. 464 GB xotiraga ega, 100 yo'mkisda. Narxini sizlarga bezimekan hisobiga 300 ming so'm qilib beramiz. Keyingi telefonimiz Realme Note 50 telefonimiz. 364 GB xotiraga ega. Ishlashlari chotki 5000 mAh batareya, holatlari tiniq holatda, kameralar tiniq olib beradi. Narxini sizlarga 900 ming so'm qilib beramiz. Xudo 900 ming so'mga arziydi. Mana ko'rib turibsizlar, kameralarni ham tiniq holatda ishlab beryapti. Dizayni ham o'ta chiroyli. Navbatdagi telefonimiz esa davrning eng kuchli telefonlaridan hisoblangan Techno Power 6 ni o'zi 6000 mAh batareya bo'ladi. 24 ga ham 256, 24 operativkali bo'ladi. 256 ga xotiraga bo'ladi. Ishlash o'ta dahshat, xudo xolasa. Batareyadan muammo ko'rmaysizlar. Korobka dokumentlari bor. Xudo xolasa garantiyali telefon hisoblanadi bu telefonlarimiz. Hop, keyingi telefonimiz esa xuddi shuni Techno Power Neo 6 modeli. Techno Power Neo 6si ustun tomoni 7000 mAh bo'ladi. Batareyasi o'ta bo'shni bomba bo'ladi. Buni ham korobka dokumentlari bor. Ishlashlari chotki, narxi 1.550 ming so'm. Hop, keyingi telefonlarimiz esa navbat telefonimiz Infinix Hot 50 modelimiz. Ishlash chotki, yangidek korobka dokumentlar bor. Zaryadchigi yo'q, lekin do'kon tomonidan garantiyasi hech qanday ishlatilmagan. Hop, narxini sizlarga 1.250 ming so'm qilib beramiz. Xudo xolasa bunaqa operativkasi ham 6+4 ga 128 GB xotiraga egasi. Dizayni ham ko'rib turibsizlar, dizayni ham o'ta chiroyli holatda. Hop, keyingi telefonimiz esa davrning yaxshi telefonlaridan hisoblangan iPhone 2 telefonimiz. 97 yo'mkisda 256 GB xotiraga ega. Ishlashlari o'ta chotki holatda, xudo xolasa. Narxini sizlarga 1.850 ming so'm qilib beramiz. Xudo xolasa Face ID, turton funksiyalari chotki ishlaydi. Keyingi telefonimiz esa Redmi Note 11 Pro. 1.380 ming so'm, 350 ming so'm qilib beramiz sizlarga. Korobka dokumentlari bor. Operativkalari ham baland. Bu operativkalari 8+3 ga 128 GB xotiraga ega. Bunaqasi kamdan kam. Keyingi telefonimiz keyingi modelimiz Techno Spark Go 20 Pro telefonimiz. Bu telefonimiz xotiralari 8+8 ga 256 GB xotiraga ega. Narxi 1.650 ming so'm. LG Velvetimiz 8 ga 128 GB xotiraga, korobka dokumenti yo'q, lekin do'kon tomonidan garantiya beriladi. PUBG 45 FPS, narxi 1.550 ming so'm qilib beramiz. Avvalni ekran, dizayni ham o'ta chiroyli ishlangan, basteri va kolonkalar. Xo'p, navbatda esa iPhone 11 Pro 80 yo'mkisda 64 GB xotiraga, hamma joy radno, Face ID turtonlar ishlaydi. Xo'p, narxini sizlarga $235 qilib beramiz. Keyingisi xuddi shunaqa holatda $235 ga iPhone 11 Pro. Bu ham 80 yo'mkisda 64 GB xotiraga, buni ham hamma joy radno, Face ID turton hamma funksiyalari ishlaydi. Keyingi modelimiz esa navbatdagi modelimiz yana 11 Pro. Hop, bunisi ham mana yaxshi holatda $220 qilib beramiz bunisini. 76 yo'mkisda 64 tani shunaqa holatda. Hop, keyingi modelimiz 71 yo'mkisda 256 GB xotiraga, ichiga petnosi borligi hisobiga $225, 256 lekin xotirasi. Hop, iPhone X 80 yo'mkisda 128 GB xotiraga, narxi $170 ga. Hamma joy radno, xudo xolasa holatlari ham yaxshi holatda, usta ko'rmagan, netmagan, ochilmagan telefon. Keyingisi esa iPhone 11 da 86 yo'mkisda 128 talik korobka dokumenti bor. Narxi 210 da, shu yerda siniqi borligini hisobiga narxini $210 qilib beramiz. Kirishkasini ham 150 ming, 200 ming so'm qo'yib beradi, lekin $240-250 atrof sotilayotgan telefon sizlar $210 ga olsanglar bo'laveradi. Lekin masalan, muhimi ekranlar toza. Hop, navbatdagisi esa iPhone 7 Plus 79 yo'mkisda 128 GB xotiraga, holatlar tiniq holatda, ishlashlari chotki, narxi 1.100 ming so'm. iPhone 8 Plus 78 yo'mkisda 64 GB xotiraga, ishlashlari chotki, xudo xolasa mazza ishlatasiz. Sizlarga narxini 1.700 ming so'm qilib beramiz. Usta ko'rmagan, netmagan, ochilmagan telefon. Holatiga yarasha.
Keyingi model SE'ni 1.350 ming so'm qilib beramiz. iPhone SE 100 64 GB xotiraga ega. Ishlash jihatida iPhone 1larda yaxshi ishlaydi, kameralari o'ta tiniq. Ko'z kameralarga qaranglar, o'ta tiniq holatda ishlayveradi. Shu aybi shu 8 ga o'xshab ishlatilgani xolos. Boshqa aybi yo'q bu telefonda, chunki bu o'ta kuchli SE hisoblanadi. Keyingi modellarimizga o'tsak, Redmi 9C modelimiz 400 ming so'mga 332 GB xotiraga korobka dokumentli telefon. 400 ming so'mga hozir telefon bermayapti. Bunaqa yaxshi holatdagisini narxlar o'zi ko'tarilyapti, ko'ryapsizlar. Bunisi Redmi 9'da. Hamma joy radni, xudo xolasa 4.8 GB xotiraga 6000 mAh batareyka ekan, narxi 780 ming so'm. Keyingi modelimiz iPhone 8 Plus modelimiz Gold varianti. 100 64 GB xotiraga ishlashlari cho'tki, xudo xolasa zaryad yo'q ekan, lekin narxi $100, arzon narxda o'ta. Keyingisi esa Redmi Note 8 so'rayotganlarga Redmi Note 8 telefonimizni olib qo'ydik. 4.64 GB xotiraga ishlashlari yaxshi, hamma joyi radni alishni etmagan, narxi 750 ming so'm. Keyingi modelimiz esa Redmi Note 8 Pro modelimiz 6.64 GB xotiraga ishlashlari cho'tki, narxini 950 ming so'm qilib beramiz. Igrovoy telefon hisoblanadi, PUBG'da 60 FPS. Xo'p, navbatdagi telefonimiz esa Samsung Galaxy A10s modelimiz. Ishlashlari cho'tki, 3.32 GB xotiraga, ikkinchi pokoleniya, narxi 500 ming so'mga arziydi. Xudo xolasa ishlatib ko'rganlar biladi. Bu boshqacha model hisoblanadi. Redmi 8'imiz ham bor. 4.64 GB xotiraga, korobka dokumentlari bor, ishlashlari cho'tki, narxi 600 ming. Keyingisi esa Redmi A2 Plus'imiz 650 ming so'mga 3.64 GB xotiraga, korobka dokumentlari bor, ishlashlari xudo xolasa cho'tki, mekalardan o'tgan, narxini sizlarga 650 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, keyingi telefonimiz esa Redmi 9A ni 6.128 talik kamdan kam keladi. Narxi shuning uchun 680 ming so'mga Redmi 9A ni 6.128 talikni xarid qilsalar bo'laveradi. Masalan, ko'rib turiblar, mana xotiralar 6.128 talik, bunaqasi kamdan kam keladi. Redmi 9A ni yangi pokoleniyasi bu. Xo'p, keyingisi Honorchilar uchun Honor 90 Lite modelimiz 1.400 ming so'mga 8.256 GB xotiraga ishlashlari, korobka dokument full komplet holatda. Infinix Hot 40i modelimiz ishlashlari cho'tki, 16.256 GB xotiraga, korobka dokumentlari bor. Sizlarga narxini 1.300 ming so'm qilib beramiz. Xudo xolasa puliga arziydi. Dizayni ham o'ta chiroyli holatda. Keyin Poco X3 Pro so'rovdinglar. Mana yana Poco X3 Pro olib kelib qo'ydik. Narxi 1.100 ming so'mga 6.128 GB xotira egasi, PUBG'da 60 FPS to'liq ochib beradi. Xudo xolasa mazza ishlatasizlar. Keyingisi esa Samsung Galaxy S10 500 arzonchi varianti, narxi $155 shunaqa bo'ladi. Sizlarga 2 million so'm qilib beramiz. S10 5 eng arzon 8256, orqa kirishga alishgan xolos 2 million so'mga. Bular esa S10 500 da tiniqlari, xudo xolasa ko'rib turibsizlar, mana 8256 talik holatda A+ kategoriyada, holat tiniq holatdagi hisobiga narxi $175 qilib beramiz. Xudo xolasa holatlarni ko'rib turibsizlar, tiniq holatda turibdi. Bunisi esa $170 ga S10 500 da holati, buniki ham tiniq holatda, ekranlari o'ta toza holatda, ishlashlari cho'tki, oldagi steklolarga qo'yib qo'yilgan. Xudo xolasa bir yil garantiya telefonlar bular. Keyingisi esa S10 500 haqiqiy A+ ni varianti, umuman qirilgan, chisilgan, petno degan narsa yo'q joyidan olib kelib qo'yganmiz. Bunisi ham 8256 GB xotiraga, narxi $185 ga. Keyin S10 500 ni 8.512 taligi bor. Mana ko'rib turibsizlar, 8.512 talik. Bular ham holatlari cho'tki holatda, ishlashlari cho'tki, ekranlari toza, soya, fonmonlar, steklolar qo'yib qo'yganmiz. Xo'p, narxini sizlarga buni $190 qilib beramiz, chunki xotirasi 512 talik. Xo'p, S10 Plus'larimiz ham bor. Mana yevro variantlardan S10 Plus'larimiz 2 dona bor. Bunisi $170. Xo'p, bunisi ham $170 qilib beramiz. Ikkovi ham 8.128 GB xotiraga, holatlari esa A+ ning kategoriyada, umuman qirilmagan, xudo xolasa o'yilgan, chizilgan joylari yo'q, ekranlari ham toza, xudo xolasa mazza ishlatadigan telefonlar hisoblanadi. Xo'p, keyingisi €22 telefonimizni arzonroq so'raganlarga
Xo'p, buni tinog'i 300 dollar atrof sotilyapti. Buni holat uringan hisobiga sizlarga 260 dollar qilib beramiz. Keyin 8256 kamdan kam keladigan variantda. Xo'p, keyingi 16 Pro Max Premium kopiyamiz bor. Buni narxlarini 2100 ming so'mdan qilib beramiz. Ishlashlar cho'tki xudoolasa 1 yil garantiyasi bor. 8-512 xotiraga ega bo'ladi. Korobka dokument yangi pachka boradi qo'linglarga, xudoolasa mazza qilatasizlar. Keyingi telefonimiz S21 5G'larimiz 8256 xotiraga narxini 190 dollardan qilib beramiz. Ekanlari toza, fon soyalari yo'q holatda. Keyingi telefonlarimiz esa Samsung Galaxy S21 Plus modelimiz. Bu ham holat ko'rsatsa holat tana holatda 8256 4800 match bo'ladi. Narxi 250 dollarga. Keyin yana bor S22 Plusimiz, Samsung Galaxy S21 Plusimiz bunisi. Bunisini 240 dollar qilib beramiz. Bu ham qora holatlar, tana holatda 8256 talik. Bunisi esa S21 Plus'da arzonchiroq varianti 225 dollarga. Sabablari ozmoq chexoldizlari chiqqan, lekin ishlash bo'lmasa yoqmaydi. Muhimi ekranlar toza, hamma joyi radniy holatda. Xo'p, keyingi modelimiz esa Samsung Galaxy S22 Plus modelimiz. Holatlar tanoq holatda, narxi 280 dollar. Koreyskiy bo'ladi, bular bilsanglar. Bitta sim kartali imekalardan qilingan. Ishlashlar cho'tki, hamma joyi radnoy. Xo'p, keyingi modelimiz esa iPhone modellarida iPhone 13 Pro modelimiz ZAR regionda ikkita sim kartalik 86 yo'nalishda 128 GB xotiraga ishlashlari cho'tki, narxini sizlarga hop 465 dollarga beramiz. Narxlar bilgan bo'lsanglar o'ta ko'tarilib ketdi. Bu yaqinda bunaqa narxlar qimmat chiqadi. Bunisi ham 465 dollarga, bunisi 89 yo'nalishda 128 GB xotiraga. Bittasi LLR regionda. Keyingisi iPhone 12 ni ko'rib turibsizlar, mana 12 mini modelimiz, kichkina model, ixcham hisoblanadi. 75 yo'nalishda 64 GB xotiraga narxini 190 dollarga beramiz. O'ta ixcham telefon hisoblanadi, xudo xolasa. Hamma joyi radnoy. Keyingisi iPhone 7 Plus tinog'idan bor, mana ko'rib turibsizlar. 100 yo'nalishda 128 GB xotiraga holatlar tiniq holatda turibdi. Отпечатkalari ishlaydi. Ko'rib turibsizlar, kameralar o'ta mo'shniy. Narxi 1.150 ming so'mga. Keyingisi esa iPhone SE da arzonchisi. Отпечаtkasi ishlamaydi xolos, lekin xudo xolasa yaxshi. Sizlarga narxini arzonroq qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar, mana o'zimiz отпечаtkasi ishlamaydi xolos, lekin qolgan joyi ishlaydi. Kameralar tiniq holatda. Keyin bunisi XS Max'imiz bor. U 210 dollar qilib beramiz. 80 yo'nalishda 256 GB xotiraga Face ID turda hamma funksiyalar ishlaydi. Hamma joyi radni alishib netmagan, holati ham tiniq holatda. Xo'p, keyingi modelimiz esa iPhone XS da o'ta tiniq holatini olib kelib qo'ydik. 82 yo'nalishda ekan, 256 GB xotira ekan. Narxi shunga yarasha qimmatroq, chunki 256 taliga holat tinig'i qimmat yuradi, o'zingizlar bilasizlar. Narxini sizlarga 180 dollar qilib beramiz. Hop, keyingi modelimiz iPhone 12 Pro modelimiz. Korobka dokumenti bor, 79 yo'nalishda 128 GB xotiraga ishlashlari cho'tki. Xudoolasa mazza ishlatasizlar, narxini sizlarga 310 dollar qilib beramiz. 310 dollar hozir topish qiyin bo'lib qoldi. Masalan, gapirishaveradi, faqat olib kelib beramadi xolos. Tergan gapirgandan olib kelgan yaxshi boshqacha. iPhone 12 Pro holat uringani 12 ni narxida 245 dollarga, chunki lekin 78 yo'nalishda 128 da ekran radnoy holatda. Ozmoz korpuslar, abadolar urinib qolgan xolos. Lekin shuni hisobiga 60-70 dollar arzon yuradi. Xo'p, iPhone 12 76 yo'nalishda 64 GB xotiraga ishlashlar cho'tki holatda, xudo xolasa ozmoz qirilgan joylari bor. Narxi lekin 230 dollarga qilib beramiz. iPhone 1 narxida iPhone 12. Hop, keyingi modelimiz S22 Ultra'miz, ikkita sim kartaligi, yevro varianti, narxi 420 dollarga, korobka dokumentlargacha bor. Oldida ozmoz soyasi bor, bilinmas. Shuni hisobiga arzonroq narxi. Mana ko'rib turibsizlar, bilinmas soyasi ham. Masalan 470-480 dollar ham sotdik. Buni hamma joylardan kirishga salishgan ham 440, 450, 460 dollar sotilyapti. Bu hamma joy radnoy. Bunisi A+ kategoriyada S22 Ultra'miz, koreyskiy variantda bitta sim kartali imeykadan o'tgan holatda. Xo'p, narxini sizlarga 420 dollar qilib beramiz.
12256 ga xotiraga ega bo'ladi. Keyingi modelimiz ixcham kuchli telefon so'raganlarga S25 chilamiz. 12 ga 128 ga xotiraga bo'ladi. PUBG da ham 90 FPS tushadi. Shu kichkina telefonimiz zo'r ishlashlari moshni. Mazza ishlatasizlar bu telefonni. Ekranlari ham o'ta tez ishlab beradi. Hop, S21 Ultra Euro 2 ta sim kartali, holatlari tiniq holatda, korobka dokumentlari bor. Hop, narxini sizlarga $350 qilib beramiz. Xudo xolasa $350 ga arziydi. Kirishga hamma joy radni xudo xolasa. Keyingi modelimiz o'sha mashhur telefonlardan hisoblangan, o't yomon, suv cho'kmas Honor X9C modelimiz. O 6600 mAh batareyka, 8+8 256 ga xotira, ishlashlari chotki, narxi $245 ga oxirgi narxlar bilan full komplet holatda. Xo'p, keyingisi esa Note 20 Ultra. O 12 256 ga xotiraga bo'ladi. Koreyskiy variantda, PUBG 90 FPS, narxi $280 ga. Xo'p, Note 20 Ultra'ni S20 Ultra Euroyimiz bor. Hop, holat tiniq. Shu yerda petnosi borligini hisob $235 qilib beramiz. Korobka dokumentlari ham bor. 12 ga 128 ga xotirada. Lekin bu petno ishdan farq qilmaydi. Orqa kirishga zarar bergan xolos. Lekin qolgan joyi, hamma joyi tiniq, abadoylari umuman qirilmagan, netmagan. Narxi $235. Keyin iPhone XR 2 ta sim kartaligi, Afsan 2 ta sim kartaligi bor. 82 o'ngchida 128 ga xotiraga, narxi $190 ga. iPhone XR'da neobishniy rangidan bor, 82 o'ngchida 128 ga xotiraga, holat A+ dan ham yuqoriroq, narxi $190 qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar, neobishniy rangda. Bitta ro'zi tortari bu rang ko'rib turibsizlar. Keyingi telefonimiz esa Samsung Galaxy Note 20 Ultra'ning arzonchi varianti. Mana ko'p xos ko'rsataman. Chicha bilan chizig'i bor, mana kamera oynasida, lekin narxi arzon, $260 ga. Note 20 Ultra'ni $20-30 arzon, lekin holat ko'rsa tiniq holatda, abadoylarda umuman qirilgan, chizilgan hech qanaqa joyi yo'q. Xudo xolasa bitta petnochasi bor xolos. Keyingi modelimiz Xiaomi 13 ta holatlar salpa uringan hisobiga arzon, narxi $250. Ishlash chotga, xudo xolasa o'zimiz ishlatyapmiz. Yaxshi telefon ekan, ishlashlari o'ta zo'r, gers tez, mazza ishlatasizlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar.